1 minut vaqtingiz ketadi, lekin mana shu ikki xonalikni sizga obzor qilib berishga harakat qilaman. Mana shu eshikdan kiraverishda kattagina zal bo'ladi. Katta televizor, konsolet tayyor. Ko'plar kuxonasi joyiga turgani kerak, balkonga chiqargani kerak emas deganlar uchun kuxonasi o'z joyiga turibdi. Operatsiya bitta ko'rsataman. Mana shu kuxona rakovina, gaz plita, vichka sensorni trezasi bor gap bilishi mumkin emas. Ana endi ikkinchi xonani bitta ko'rsatamiz. Kattalar uchun yotoqxona operator. Duspagi divan, televizor, ukrainskiy pechka, trezasi bor, termozonlar, razdvижной, mana shu shkof ham bor. Ana endi bitta balkonni ko'rsatamiz. Mana shu balkon alohida bo'ladi. Ko'plar mashinaga kuxonani chiqargan bo'ladi, yoqmaydi. Balkonni o'zi turibdi, trezasi ham bor. Ana endi bitta sanuzelni ko'rsatamiz operator. Eshikdan kiraverishda mashinaga garderob shkof qilgan, pastda tumbuchkalari bor. Mana shu chap qo'limizda obcha sanuzel bo'ladi. Vanna, rakovina, unitaz oynalarigacha bor. Vokzal parkni oldida mana shu Saudat restorandan shunday kirib yurib kelishdi. Transport konsolimizda mana shu domda 4 qavatli binoni 3-qavatda joylashgan.